Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 15-iyun haftani yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatmoqdamiz. Xo'p, mana shu ilinib turganlar necha puldan deyapsiz bular? 70 mingdan pachkaga. 70 ming so'mdan pachkaga. Bunisi hammi? Donaga necha puldan? 75 ming. Donaga 75 ming so'm. Bu ham, ha? Material nima buni? Kupra shtampi. Kupra shtampil ekan. Razmeri nechtalik? Bu 48 dan 54 gacha mana ular standart. Necha yoshga tushadi bu? Yosh farqi yo'q, yoshlar bor. 40 yosh, 45 yoshgacha tushadi. Yaxshi. Endi bunisi, mana ular uchovi bir xil rasvetga shekiliga. Mana u HB. Bunisi HB ekan. Necha pul bu? 95 ming. 95 ming so'mdan ekan. Mana ular shtampil. Bular shtamplar. Bular necha puldan? Ular 75 ming. 75 ming so'mdan ekan pachka narxi. Donaga 5 ming so'mdan qimmat bo'ladi, shundaymi? Yaxshi, bu zamoga borichi. O'sha 70 ming mana taglarda rasvetkasi. Ha, bunisi 70 ming. pachkaga 75 ming, ha? Donaga. Yaxshi. Bulari 70 mingdan. 70 ming so'mdan Bosoring. pachkaga 75 ming so'm donaga. Xo'p, endi 48 dan 54 gacha razmer. 48 dan 54 gacha razmer ekan. Bulari 45 mingdan. 45 ming so'mdan pachkaga, 50 ming so'm donaga. Ro'parada uzun ko'ylaklar 100 mingga 3 tadan. Mana bular, ha? Ha. Mana bu ro'paradagi uzun ko'ylaklar 100 mingga 3 tadan ekan. Razmeri nechtalik buni? 5 talik. 50 dan 60 gacha. 50 dan 60 gacha ekan razmeri. Ko'ylaklarni to'kib tashashgan mana. Kelaverasizlar. O'zlaring birinchi qo'lsizlar. Birinchi kun. Mana 45 ming. O'shaga pastga qo'yib turavering. Ha, o'zlaring ko'rinib qolishlari mumkin-da, shuning uchun. 45 ming so'mdan deyapsizmi buni? Shtampil. Yo'q, standart. Razmeri yo'q ekan mana. Ko'ylak lozim. Yaxshi. Telefon nomerlaring? Mana olaman. Buni necha pul deyapsiz? 45 ming HB bambuklar. 45 ming so'mdan ekan, HB bambuklar ekan. Donaga necha puldan? 54 gacha 50 ming. Donaga 50 ming so'mdan ekan, 48 dan 54 gacha razmer. Kelasizlar, tanlab yurib olaverasizlar. 91lik, Nomerlari 91lik, 204, 204, 30 64. 30 64, ha? Ha. Yaxshi.